Assalomualaikum Navbat ağa. Bugungi derbi haqida o'zingizning fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Derbidan tek balishkanimiz o'tdi deb o'ylayman. Bizlar o'yinning shumağı qanoatlantirmadi bizlarni. Sebebi bizlarga o'tish kerak edi. Чайхун komandasidan qutlug'layman necha meni bolalari действительно aytadi bilis deb. Молодцы. O'zimizning komandaga kelsak hozir ko'rib o'tishni shu o'yindan beri gol urmadi bolalarimiz. So'ncha momentlar sozdавать etyapmiz. Birinchi taymda necha momentlar ko'zingiz ko'rdingiz qo'y. Urolmaydi futbolda gol urmasa foydasi yo'q. Endi bu yoqda bilmayman. Qanday momentlar kerak bularga. Hozirda Jayhun komandasi standart жағдайларdan hisobotxona qanday belgi bo'lib turibdi? Bunda standart bo'yicha qanday tayyorliklar bo'lib o'tdi? Endi tushunardik bular standart положение bizlar, конечно, atletizmni o'tayotgan edik. Buni ko'rgan bo'lsangiz ham standart положенияларdan ko'p momentlar sozdавать etdik, biroq ura olmadik. Endi Jayhun komandasiga keladigan bo'lsak, jaz komanda, men o'ylayman, bular o'yindan o'yin, har o'yindan o'yinga qo'shib boraveradi. Sebebi jaz komanda bo'lgandan keyin hozir ham ko'rib turibsiz, masalan, birinchi turda qanday o'yin bo'lsa, bugun men o'ylayman, yaxshi tayyorlik ko'rgan o'yinimiz. Endi o'zingiz ham aytib o'tdingiz, shu o'yindan beri komanda gol ura olmayapti. Bunda hujumchilardan qanday Endi hozir bo'lgani bizlarda usul hujumchilar bo'lgani. Endi har neda aytyapmiz. Bu bir yildan beri aytyapmiz, masalan, тренировкада islayman, nad собой надо работать. Bilmayman, sol avru bizlar жаңағы klassni hujumchilarni ola olmaymiz. Bo'lgani bizlarning shamomiz yetmaydi. Endi baribir shu yerda o'ynayotgan hujumchilar baribir urug' qilish kerak, analiz qilish kerak. Bunday zotlar yo'q bo'ladi. Bilmayman, endi bu yoqda qanday bo'ladi. Bu tek bir napadashlarda emas, hammasi ham bundan защитникlarda so'ncha shtangalarga teyotir. Endi bilmadim bir. Bu yoqda hech narsa deya olmayman. Rahmat Navbat ağa, keng o'yinlar.